Bilaman shu paytgacha drabilka olib yeb qo'ygansiz, yo qimmatini olgansiz, yo bo'lmasa arzon olgan bo'lsangiz ham erta kunda kuyib, qimmat pulga tushib qolgansiz va yana ushbu videoni ko'rib o'tiribsiz, drabilka olaman deb. Bugungi videomizda eng arzon, eng sifatli joydan bo'ladi. Nimaga arzon deydigan bo'lsalaring, usta akamiz hech qanaqa joy bo'yiga arenda to'lashmaydi, uni ustiga o'zlari ham cho'ntakka qo'lni solib turishmas ekan. Ishchilar bilan teppa-teng ishlashadi. Shuni hisobiga narxi sizlar uchun ancha arzon qilib qo'yishgan. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, videoga chin yurakdan chiqarib bitta like bosib, kommentariyada usta akamiz chiroyli so'zlar bilan rag'batlantirib, xudo xolasa yozib tursalaring, usta akamiz sizlarga bundan ham arzon, bundan ham sifatlilarini chiqarib berishadi. Aytmoqchilik, garantiyalari ham bor ekan 6 oy. Albatta og'zaki emas, mana bunday yozma ravishda chiqarib berishar ekan. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar, albatta vaqtlaringga achinmaysizlar. Biz ko'p gapirmasdan videomizni boshlaylik. Shu yerda nima bo'lsa hammasini usta akamiz bilan bir qator obzor qilib beramiz. Like bosib turinglar sizlar. Azizbek aka, kuzatuvchilar uchun yana bir bor so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum aka, xizmatlar bilan charchamay yuribsiz issiqlarda. Rahmat. Aka, xudo xolasa kuzatuvchilarimga arzon, nimaga arzonligini ham aytdim. Bir qator o'zingiz ham chiroyli qilib obzorni qilib beramiz, xullas kuzatuvchilarga. Avvalambor, assalomu alaykum, Jamshid Bey obunachilari. Bugun xudo xolasa videoga like'larni bosib, videoda og'ringiz ko'rib tursalaring, arzon, sifatli va past tokda ham ishlaydigan mis motorlarimizni hammasini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Aka, bo'lmasa kuzatuvchilar ichini yondirmaylikda, nimalardan boshlaymiz birinchi? Ma'lumotlarni beramizmi? Pichoq, motorlar. Birinchi ma'lumotni beraylik, keyin nima kerak bo'lsa hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. Hozirgi paytda aka asosan eng yaxshi zo'r ketayotgan drabilkamiz 6,5 kilovat, 3,5 megawatt ishlaydigan mis motorli drabilkamiz bo'ladi. Mana shular shundan, ha? Mana shu, xo'p. Shu Alfa Granat motor bo'ladi. Kilovati 6,5 kilovat. Обороты bo'lsa 3,5 ming оборотda ishlaydi. Alfa Granat. Aha. Mana shu holatda o'zi berkalarga ham yozib bergan, mana 100% ko'pperimiz bo'ladi. Bir video chiqarganda aka ko'pchilik negativ yozibdi-da. Nima deb? Mis motor 100% pastokda ishlamaydi, bunaqa deb shularga ham javob berib o'tib ketamiz. Rostdan ishlamasa kerak. Yo'q, mis motor oldin Ariol degan motor ishlatardik. To'g'ri, 190 dan pastiga ishlamasdik, tashlab yuborardi. Buni hozir o'zimiz ham ishonmasdan ichini ochib ko'rdik aka, alyumin emas, mis ekan 100%. Yangi motorni ochib ko'rdilar. Hammasini ichini ochib tekshirib ko'rdik-da. Biz ochib ishonch hosil qilib, keyin xalqqa tavsiya qilamiz-da. Hozir juda ko'pchilik biz tokimiz past, mis motor olsak bo'ladimi yo alyumin olishimiz shartmi deydi-da. Mis motor alyumindan ko'ra bilasizlar, o'zi uzoq vaqt xizmat qilib beradi, zo'r xizmat qilib beradi. 170 gacha past tokda ham ishlayapti. 170 gacha ishlaydi. Bu yerda tok balandda, biz Navoiyda ishlatib ko'rsatdik. 170 tokda. 170 tokda, toki 170 ko'rsatyapti. Tashagan paytda 140, 150 ga ham tushib ketyapti. Ana shu holatda ham ishlayapti. Agar ishonmasangiz, pastdan nomerli aloqaga chiqsalaring, usta akamiz Telegramda o'sha holatda ishlayotgan videosini tashlab beraveramiz aka. Yo'qsa olasizlar, yo'qmasa majbur emas, kuzatuvchilar. Shunaqa. Gapi yo'q. 6,5 kilovat alyuminli motorimiz bor. Alyuminlisi ham bor. Rubin motor bor. Rubin, o trenddagi. Ikkalasi bir xil holatda ishlaydi, faqat ichidagi amotkasi alyumin bo'ladi. Qarang aka, shu hozir ishlatayotgan motorlarni примерно 1-2 oy oldingidan qaraganda hozirgi narxi bir 7-8 dollarga qimmatlagan, bilsangiz. Shunaqa. O'shanda ham siz menimcha o'sha eski narxda yetkazib beryapsiz kuzatuvchilarga. Narxini ko'targanimiz yo'q. Nabarot xalqni o'ylab ozgina narxini ham tushirib berganmiz aka. Orqaga qaytyapsizlar sizlar narxdan. Gapi aka. Chunki aka biz hamma oldingi kuzatuvchilardan bilsa kerak, rangi ham boshqacha bo'lgan. Rangi, xo'p. Keyin materiallar ham boshqacha material ishlatardik, asosan qo'lda qilardik. Hozir hamma materiallar lazerda kesilyapti. Ko'rsangiz mana zavodskiy svarkalar ham bilinmaydi. Ichkaridan qilinadi. Mana hattoki mana chang o'tkazmasligi uchun shlankadan tashqari pastga zashnilar ham tushirib berilgan. Chang shunaqalarga ham e'tibor berib berishadi. Xudo xolasa sifatiga 100% garantiya, mana bekorga 6 oy garantiyani chiqarib bermaganmiz. 6 oy mana kuzatuvchilar, yana bir marta sizlarga ko'rsataman, 6 oy garantiya. Pechat hamma yo'qlar, nomer, hamma yo'qlari bilan sizlar uchun. Bu ham albatta bitta ishonch belgisi. Qo'ymasdan olsalaring bo'laveradi. O'zi masalan bitta drabilka olsangiz, kuyadigan narsa bir hafta, boring yana 1 oy, 2 oy ishlatib kuyadigan narsa. Agar o'sha ichida kuymasa, u ketdi o'zi. Kamida 5-6 yil, 7-8 yil. Yana bitta narsa aka, hozir Mahaviy haqida savol berishyapti. Shu savollarga ham javob berib o'tib ketaylik. Boya siz aytdingiz-ku, bu Jiguli Mahaviymi yoki boshqa Mahaviymi dedingiz? Qalınligidan Jigulinikka o'xshayapti. Bu Jiguli Mahaviy biz. Jiguli Mahaviy avval ishlatardik. Hozirgi paytda mana zavodda qo'yib berishadi.
Imенно shu faqat drabilka uchun. Qalin 9,5-10 kilolik bo'ladi. Beringlar. Buni eng zo'r tomoni balansirovkasi 0 ga chiqadi. Birga bir chiqib Ha, oladi. keyinchalik ham balansirovkadan chiqib ketmaydi-da bu. Ana shu tomonlari zo'r xizmat qilib beryapti. Bu imенно drabilka uchun chiqarilgan. Ikkinchi qulayligini men aytay aka, svarkasi yo'q albatta. Svarkasi bo'lmaydi aka, Svarka ulangan umuman joyi tegmagan. boshqa bo'lmaydi. Pichoqni ko'rishlarki, umuman svarka tekkan. Pichoqlari ham joyi mana yo'q. kalyonni aka mana 24 talik bo'ladi. Malatka o'ylari ham bor. Bu yerga mana dababashni qilib pichoqlar ham qo'yamiz. Pichoqlari ham ko'pchilik aytayapti, yupqa pichoq ishlatasizlar. Biz yupqa pichoq ishlatmaymiz, ana qalin pichoq. Hammasi qalin pichoqdan ishlatiladi. Germanskiy Ha. kalyonni yoqqa bo'yintirilgan pichoqlardan. Shunaqa. Umuman svarka Setkalari ham aka mana 4 xil setka qo'shib beramiz. Hop, doningizni un ko'pay qilib beradi, yorma holatga keltirib beradi, Komplet. sotali makkalar ham chiqaraveradi, hashakingizni qo'ybob qilib beradi bu. Qo'y bo'l. Ashuncha. Bu endi molbob qilib beradi. 4 xil setkasi komplektida qo'shib beriladi. Aka bo'lmasam videoni cho'zmasdan bir boshdan chiqarib beraveraylik. Chiqarishini ko'rsak. Aka Ha. eng qiziqtirgan joyi, mana setgan birantasiga o'rnasa bo'ladimi? Bo'ladi, hozir setkalar o'rnatib berganmiz-da, o'zi vaqt o'rnatib olmasligi qo'ygan uchun. ekansiz. Ha, Aka, yaqindan qarang. ko'rsatib bersiz. Iloji boricha mana shu menimcha eng kichkina setkasi o'tdiki, shunda bir drabilkani sinovdan o'tkazsak, bir qiyinroq bir drabilka Bo'ldi, qiynaladigan narsani. Hozir o'sha 6,5 kW alyuminligimizga mana shu qo'y setkamizni qo'yib berganmiz. Beda press bor, somon press bor. Aralashtiribmi yo qaysi bittasini chiqarib beraman. Bo'ldi aka. Iloji boricha maksimalni sinovdan o'tkazib drabilkani qiynab. Mana bu beda press, bu somon. Prosta vaqtdan yutishlik uchun tayyorlab qo'yganmiz. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Bismillah, bo'lmasa boshladik. Kesib yuboramizmi buni? Kesib yuboramiz. Hoppa. Kuzatuvchilar, agar haqiqatan tiqilib qolmasa, sizlarga yoqsa bitta like bosib, kommentda ko'l so'zlar yozib qo'yinglar. Ola olmasangiz ham niyat qildim deb yozib keting. Siz har bitta bosgan like-ingizni yozgan kommentariyangiz hisobiga bu narsaga muhtoj odamlarga yetib boradi. Buni chiqarishini qaranglar akalar. Qilt etgan og'zi chiqqani yo'q. Tomondan sug'orish orqasidan mana hammasini qanday holatda chiqargan oxirida ko'rsatib beramiz. Bo'ladi Azbek aka, o'shani so'ng aka. Qiladigan narsa o'zi boshida ham tiqilib qolaveradi. Mana o'sha aytgan qo'y setkada mayin holatda chiqarib bergan. Ayni holatda. Ovozlariga ham e'tibor beringlar, ovozlari yo'q. Balansirovkasiga e'tibor beringlar. Balansirovkasi Drabilka 1 santimetr aqa-baqa bo'lgan, 10 da ishlayapti. Shunaqa holatda. Kuzatuvchilar mana bu narsa nima deyapti mana. Buni ichida qani beda endi qani somon hammasini bir xil razmerga olib qo'ygan. Bu qo'yga berasizmi, molga berasizmi? Gapira olmaydigan jonzotni ham gapirtirib yuboradi. Nushku chiqarmaydi, xudo xolasa. Umuman chiqarmaydi. Yegani 100% yuqadi molga. Endi aka, hozir mana katta setkamizda, Molbob. molbob setkamizda chiqarib beramiz. Buni ham shu mahsulotlar chiqarib beramiz. Ha, mana hozir mayin setkada qancha nagruzka bersangiz tiqilib qolish kerak o'zi aslida. Bu katta setkada tiqilmaydi hech qachon. Mana hozir bunda sinovdan o'tdi, endi bunisini ham chiqarib beramiz. Bo'ldi. Ko'proqdan solamiz albatta bunisi. Ketdi. Like'ni bosib qo'llab turinglar. Sizlarga iltimos qilamiz, kuzatuvchilar. Qilish bilmayapti. Bedadan ham ozgina chiqarib bering aka. Mana aka beda. Bo'ladi Azbek aka, yetadi bizga. Kuzatuvchilar, vaqtini ko'p o'g'irlaningiz iloji boricha maksimalni. Kuzatuvchilar, mana uni ko'rishlaring mumkin. Molbor setkasi ham bunaqa mana chiqarib tashlamagan. Mana beda Naringa nisbatan aka ozgina sal ozgina yirikroq. Somonni ko'rishlaring mumkin. Hammani didi har xil bo'ladi-da aka, qarang, mana kimdir albatta mayin holatda beradi. Kimdir yirik holatda beradi. O'shaning uchun setkalar komplekt xolasa yirik holatda chiqarsin, xolasa mayin holatda chiqarsin, xolaganini chiqarishaveradi. Mana holat asosan teri tuvitadiganlar ishlatadi. Mana o'sini o'sha sloska aralashtirib bergan ishlatadi. Juda ham qulay ham. Molga O'zimiz ham shunaqa holatda ishlatamiz aka. Shunaqa aka. Nima chiqarib beramiz aka endi? Bunda mana aka, xo'p,
un ko'pay holatda. Bunisi yorma, bunisi un ko'pay mana. Bunisi makka, bu makka bug'doyda aralashmasi. Ikkalasini birdaniga yoqib ko'rsatamiz. Bunisi Boya setkasini ko'rsatdik-ku, bu 5 li setka yorma, bunisi 2 li setka un ko'pay qilib beradi. Un kepak holat. Hozir ko'ramiz qanaqa holatda chiqarib berishni kuzatuvchilar. Yorma holat ketdi. Yekalasini ham tegnani yo'q borish. Ha, birdaniga ketaveradi. Vaqtdan ekan unda aka. Shunaqa. Shuni qaranglar. Bo'ladi Azbek aka. Bo'ladimi? Yerda oqartirdi yetadi. Aytdik-ku kuzatuvchilar vaqtini maksimal deb tejaymiz. Mana uni qaranglar kuzatuvchilar. Mayda bitta drabilka bo'lsa shunchalik bo'ladi. Maydalagan e'tibor berib qo'yasizlar. Shakardan ham ozgina mayilroq holatda. 2 lik setkasi unboq Un ko'pay holatda qilib un beradi. kepak holatda. Bunisi yorma holatda. Bunisi yorma holatda. Buni qaranglar. Qo'ylaringga agar qaynatib beradigan mana yana bitta narsa aka, ko'pchilik mana kamerani yaqinroq olib kelsangiz, nimaga un ko'pay deyiladi aka, mana bu ko'pay holati. Ko'ryapsizmi? Mana 50% un qilib beradi mana un yopishadi-da, qo'lga. Ko'ryapsizmi? Mana bu ikkalasini solishtirsangiz, bu shakar ko'pay holati. Mana un holati bo'ladi. 100% un qilib tashlamaydi, 100% ko'pay qilib tashlamaydi. 50% un qilib beradi, 50% ko'pay qilib beradi. Bekorga un ko'pay demaymiz-da. To'ppa-to'g'ri aka. Shunaqa. Keyin aka yana bitta savol. O'tkazafar ham kommentariyada yozishibdi. Qo'l narsa. Mana qo'l narsani chiqarib ko'rsatib beramiz. Hozir ko'rsatayotgan bo'lsangiz, 2 xil drabilkamiz bor-da mana. Bu yoqdan ko'rsatib bersa, mana yumalog'i bor, yumaloq, to'rtburchagi bor. Qaysi biridan desa, yetkazib beraveramiz. Kimgadir to'rtburchak varianti yoqadi, kimgadir yumaloq varianti yoqadi. Atak ikkalasi ham bitta ish qilaveradi. Ikkalasidan bitta ish qilaveradi. Buni men kimga tavsiya qilaman? Mana vohali akalarimiz yantoq chiqarishadi. Yantoq mana buni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yerga sal qo'lda itarishga to'g'ri keladi-da. Shunaqa. To'rtburchak variantida. Lekin mana bunda bitta solganda o'zi avtomatik tushib ketaveradi mana. O'zi ancha katta ekan. U mo narsasiga e'tibor berib qo'ying. Bu hashak tetaga otmasligi uchun. Umuman chiqarmaydi. Nafaqat hashak, changni ham chiqarmaydi-da shu narsaga. Umuman chiqarmaydi tepaga. Zo'r. Buni ham chiqaraylik, keyin qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bo'ldi aka. Bismillah. Qo'l makka poyani chiqaramiz. Slot holatga keltira olamiz. Negativlarga makka sotasiz mana, makkasi bilan-da bu. Makkasi bilan haydab bilan haydayapsizmi? Bo'ldi aka, sonchi. Endi ham mana demayman, qanaqa holatga kelib qoladi. Ketgan holat qoldi. Bo'ladi Azbek aka. Bo'ladi. Mana setkasi holatda bo'lgani uchun menimcha dumbillari chiqib. Ularni ham bu dumbili ham katta-da. Mana asosan qattiq yerlarni maydalagan ko'shlarni mana ko'p joylarni mana shu holatga keltirib tashlagan. Hozir mana aka qarang mana mol mana shu butun holatda yeydigan bo'lsa, mushqut qiladi-da. Drabilkadan chiqarilgan malatkoy degan narsa bor-da. U mana shunaqa holatda yancha beradi-da, yumshoq qilib beradi. Mol boqadigan akalarimiz o'zi tushunishadi mana. Yumshoq qilib berganning hisobiga nushqut chiqarmaydi. Mana unaqa narsa qolmaydi-da. Shunaqa. Bir bu makkapayani agar molni o'ziga shunday olib borib beradigan bo'lsangiz, kamida bir yarmini nushqutga chiqarib yuboradi. Agar mononni o'tkazib turib beradigan bo'lsangiz, где-то bir 5-6% отходga chiqishi mumkin. Aka, hamma narsani chiqarib, eng qiziq joyi narxini aytmayapmiz. Narxi esdan chiqib qolibdi-yu. Xo'p, narxini aka qarang. Birinchi vodiycha aytaylik. Vodiycha. Hozir voqaicha aytadigan bo'lsam, vodiyli akalarimiz biz yaqinroq-ku, nimaga narx qimmat deb o'ylashadi-da. Birinchi vodiyda aytaylik. Vodiydan chiqib ketdi. Keyin O'zbekiston bo'yicha qolgan joyini aytamiz. Xo'p. Mis motorimiz 6,5 kilovatli vodiychi 2,3 mingdan yetkazib beramiz. Vodiychi 2,3 mingdan. Sexdan chiqish narxida shu. Endi 6,5 kilovat alyumin motorimizni 2,1 mingdan yetkazib beramiz. Alyumin 2,1 mingdan. 6,5 kilovat. Kichkina ali
listdan bas mahaviyga boya ko'rsatganmiz. Hamma 10 yoqlar kiloli qam. mahaviydan bo'ladi. Motori ham katta bo'ladi. Qalin materiallardan. Mislini akalar 170 da ham ishlaydi deyishyapti. Albatta ishlaydi aka. Ishlaydi aka, Xijolatchilik garantiya. bo'lmaydi. Yo'q aka, bemalol ishlatishaveradi. Garantiya O'zimizga qog'ozlarini aloqasi chiqadi. berasizlar. Shunaqa Xudo aka. xolasa. O'zimiz olib borib ishlatib ko'rsatib beramizda u narsani. Cho'chim olsang Hop, O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi yetkazib beramiz akalar. Pastki raqamga aloqaga chiqsalaring. Hop, vodiychi mana shu narxda bo'lsa, endi qolgan viloyatlarga 250 ming, 300 ming atrofida qo'shiladi. Ya'ni misliga 2 million 600 ming bo'lishi mumkin. Alyuminiyligi 2 million 400 ming bo'lishi mumkin. O'zbekistonda istalgan hududiga yetkazib beramiz. Uyingizgacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. 6 oy garantiyasi ham bor. Yana bitta narsa, 4 kilovatli, 3 kilovatli alyumin motorlar ham bor-da. Misda 3 kilovatligini so'rashadi. Biz 3 kilovat ishlatmaymiz. Nimaga? 3 kilovatli slabiy bo'ladi. Narxi ozgina arzon bo'ladi xolos. Agar masalan 100 ming, 200 ming arzonroq qilib 3 kilovatli, 4 kilovatli mis yetkazib beradigan bo'lsak, ular aytgan anaqa effektni bermaydi-da, ozgina solib tiqilib qoladi. Garantiya bergani ham o'ylanasizlar. O'ylanib qolasiz. Undan ko'ra mana 6,5 kilovatni olishdan 100 ming, 200 ming razницasi bor, maza qilib ishlatishadi. Xo'p, aka 3 kilovatli, 4 kilovatlilarda hozir 3 kilovatli qilmay qo'ydik. 4 kilovatlikni qilib beraveramiz. Vodiychi 1 million 900 ming, 1 million 900 ming. ha. Qolgan viloyatlarga 200 ming, 200 ming qo'shilib qoladi. Zo'r aka. Bu alyumin motor, mis motor qilmaymiz. 3 kilovatli, 4 kilovatli yo'q. Bo'ldi. Alyumin motor 4 kilovatli, 3 kilovatli qilmaymiz. Chunki biz aytgan effektni bermayapti, tiqilib qolyapti. Biz garantiya bera olmaymiz unga. Javob berish qiyin. Ha, o'shaning uchun undan qilmay qo'ydik aka, 4 kilovatligi bor. Zakazga qilib beramiz uni. Faqat zakaz. Telefon qilib bizga mayli qilib beravering desa, mahalliylik bo'lmaydi, listdan bo'ladi, motori kichkina bo'ladi. Bo'ldi. Qolgani shu. Hop 2 million 100 ming, 2 million 300 ming. 2 million 100, 2 million 300 ming. Vodiychi. Qolgan joylarga dastlabkasi kelishgan holatda yetkazib beramiz. Ozgina qo'shib qoladi. Unaqa eshak bilan yana undan tashqari yana bitta narsa aka, haligi bizdan tadbirkor akalarimiz ham bor-da. Optimchilar bor-da. Boshqa viloyatlardan so'rashadi, ularga alohida narx taqib beramiz. Yana ham hozir vodiy ichida ham narxdan ham yengillashtirib beramiz. Chunki ular bitta olganda 20 ta 30 ta olishadi. Optimchilar ham masalan aloqaga chiqsalaring, xohlagan viloyatlaringga yetkazib beraveramiz. Arzon narxda yetkazib beramiz. Telefon qilsalaring kelishamiz, xudo xolasa. Lakasdan aytib qo'yay aka. Lakasda o'tgan safar ham esdan chiqib qolibdi aka. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Agar Google ga kirib ham Typhoon Drabilka deb oqtaringizda lakasiz kelib chiqaradi. Google da ham chiqadi. Ha, Google da kirib o'sha xaritalar bor-ku, telefonda bo'ladi. Typhoon Drabilka deb oqtaringizda bemalol chiqib kelaveradi. Mana yana bitta ishonch. Google da ham chiqadi, qidirishsa. Shunaqa. Azbek o'zi hamma narsani aytdik, chiqarib ko'rsatdik, narxlar, komplekt nima bo'ladi, hammasini aytdik-a, xudo xolasa. 4 xil setkasi qo'shib beriladi. Pichoq bonus qilib berdi degan akalarimizga pichoq bonus qilib beraveramiz, lekin biz 6 oy garantiya berganimizdan keyin u nima keragi bor pichoq? Keragi yo'q. Saqlab qo'yishadi-da, undan ko'ra ishlatishsa, mabodo sinib qolsa, o'zimiz servislarimiz bepul o'rnatib beraveramiz. Shunaqa. Hurmatli kuzatuvchilar, agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqsalang, Azbek akamiz o'zlari javob berishadi. Nimaga tushunmagan, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, hammasini sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Zakaz qilmoqchi bo'lsalaring ham albatta o'zlari murojaat qilinglar, chiroyli qilib chiqarib berishadi. Azbek aka, bo'lmasam o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarda yana xudo xolasa yangilik qilib kuzatuvchilarga chiqarib beramiz. Kuzatuvchilar, sizlar ham o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar.